Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilari. Sizlar bilan men Arka va Yusuf, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi videorolikimiz kvartira qidirib bilgan yurtdoshlarimizga foydali videorolik etib bo'lganingizga havola qilishga harakat qilamiz. To'proqqala tumani, hurmatli yurtdoshlar, Drujba shahrida, Drujbaning sentrida kvartira sotiladigan ekan. Ikki xonali, xudo xolasa shuni kuzatib o'tishga harakat qilamiz. Videorolikimizga befarq bo'lmang. Arzimat mehnatimiz qadrlab, videorolikimizga обязательно like'larni bosib, bu videorolikimizga kvartira qidirib bilgan Doğuş bölçenizde jo'natib videolikimiz yana taqdirda o'z san'atingizni ko'rishgan bo'lasizlar. Adresimiz sizlarga to'liqroq tushuntirib o'tadigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, Hazarov tarafdan kelaversangizlar, mashina zavoddan o'tasizlar, mashina zavoddan o'tgandan keyin Banisani yo'li chiqadi. Banisani yo'lidan girmaysizlar, to'g'ri sentrga qarab yana yurish etasizlar, hokimiyat yo'li chiqadi. Hokimiyat yo'lidan chiqqandan keyin shunga burilsangizlar ham bo'ladi. Hokimiyatga qarab buriladigan bo'lsangizlar, shu yerda o'ng qo'lda joylashgan dom bo'ladi. Bu domimiz 4 etaj, hurmatli yurtdoshlar. 4 etaj, 3-etajda joylashgan bu sotiladigan kvartiramiz. Xudo xolasa kuzatib o'tishga harakat qilamiz. Bu tarafiga kelib olsak, ro'parasida domimiz ro'parasida dunyo bari bor. Buni ko'pchiligingiz bilsangiz kerak. Aslida stalovoylar, magazinlar hamma shu yerda bor, hurmatli yurtdoshlar. Hamma sharoit bor deymi-da. Hamma sharoit bor. Hozir xudo xolasa ichkariga giramiz, batafsil kuzatib, ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Videorolikimizga befarq bo'lmang. Arzimat mehnatimiz qadrlab, videorolikimizga like'larni bosib, bu videorolikimizni kvartira kirib bilgan Doğuş bölçenizde bo'lsa, shularni jo'natib qo'ysangiz, videorolikimiz yana tarqashini o'z sanangizga qo'shgan bo'lasizlar. Bilasizlar, men Arka va Yusuf sizlarga hayotda nimkar vaziyatni tavsiya qilmayman. Giramiz, kuzatib o'tishga harakat qilamiz. Arka tarafdan sho'dan giradi ekansizlar, svetoforu tiyindan girasizlar. Yo'lning ustida ugolovda joylashgan tem bo'ladi. Birinchi podyezddan giramiz. Har podyezdda 4 xonadon yashaydi ekan. Hurmatli obunachilar. Bolalar maydonchasi ham bor. Mashina qo'yaman deydiganlar parkovka ham bor. Ish podyezddan giramiz, xudo xolasa. Podyezdlar ham чистый nurda ekan. Hozir kuzatib, xudo xolasa o'tishga harakat qilamiz. Podyezd ham ajoyib qilib qilingan ekan, ko'rganlaringizdek kafelarni urilgan. Bu yerga chiqadigan bo'lsangiz, hurmatli yurtdoshlar, bu podyezdimizda 4 xo'jalik yashaydi ekan, 4-xo'jalik sizlar bo'lasizlar. Shu yerda 10 qo'lda joylashgan, 2 qator eshiklar ham qo'yilgan. Shtobi shamol-pomol o'tmasligi uchun hamda o'g'ri-po'g'ri tushmasligi uchun desak bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. 2 dona eshik qo'yilgan. Birinchi eshikimiz demir eshiklar qo'yilgan, sifatlisidan. Endi eshiklar ham o'rnatilgan ekan. Joyimizni barcha jihozlari bilan sotiladi dedilar. Ko'rganlaringizdek, aboy qilingan. Ben qismi aslida 2 spanli bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. Kuxnisi, banisi ichida bo'ladi, xudo xolasa. Videoni ko'rishda davom qilaylik. Girganlaringizdek, oyoqdagi hurmatli obunachilar, poldan qilingan, ya'ni taxtadan qilingan. Berimiz dushimiz, hurmatli obunachilar. Arisonlari bilan. Bu tarafimiz kuxnisi. Kuxnisining ham hamma jihozlari bor. Ko'rganlaringizdek, xonadonlik deysizlarmi, kiyim mashina deysizlarmi, asin gaz plita deysizlarmi? Raqamlar ham bor. Posada yuvish uchun xudo xolasa. Cho'chiklar bor, Wi-Fi bor, perdalar qilingan, aynalar rishotga urilgan, aynalar akva aynalar qo'yilgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Asinken atapleniya ayna bu ko'rganlaringizdek. Batareya, zamonaviy batareyalarni. Xo'p. Spanimizga o'stamizmi? Bu yerimizda shu yerda Girubota, hurmatli obunachilar, avtomat shu yerda joylashgan ekan. Registralar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda kichkina spanimiz. Jarohatlari bilan. Televizorimiz ham bor, hurmatli obunachilar. Bu ham taraf balkon qismi bo'ladi. Bu ham tarafimiz balkon qismi edi. Bir yerimiz çıpa qilib qilingan ekan, bu komnatamiz, ya'ni spannimiz. Общий 60 necha kvadrat dedilar. Dokumentlar ustunda ekan, hurmatli obunachilar.
Bir mehmonxona etsangiz ham bo'ladi, spalni etsangiz ham bo'ladi. Barcha jihozlari kalada, ya'ni ko'rib turganingiz mebellarningiz, televizorlaringiz, konditsionerlaringiz kaladan. Oyoq tegi holi bilan döşalgan konditsioner artel o'rnatilgan. Kvartiramiz aytilish bahosi, hurmatli obunachilar, 28.500 dollar aytib turibdilar. Kelishadigan joyi bor ekan, agarda pul malikchi bo'ladigan bo'lsa, kelishadigan joyi bor ekan. Joyimizni 2-3 xil turda sotib olsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Narichi plan sotib olsangiz bo'ladi. Hamda hurmatli obunachilar, bo'lib to'lay ham sotib olsangiz bo'ladi. Bank-sank aralashtirmaysizlar, egasi bilan dogovlashtirilgan holatda bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. Ijaraga duraman deydi olsangizlar, ko'p vaqtda alaman deydi olsangizlar, ijaraga ham qilib beradi keldi, xudo xolasa. 1-2 yil ijaraga alaman deydi olsangizlar, uni ham kelishgan narxda qilib beradi keldi. Ekranda egalarning telefon raqamlarini qo'yib o'tganmiz, bemalol vaqt chiqarasizlar, xudo xolasa. 28.500 dollardan qaytib beramiz dedilar. Men nomma chiqadan olsangizlar, ozmuncha chegirmani qilib beradi, xudo xolasa. Bilasizlar, Amerika va Yusuf sizlarga hayotni kelajagini tavsiya qilmayman. Hamma o'zi tayyor ekan, xudo xolasa sotib olgan olsangizlar, bir produktdan kelib yashab beraverasizlar, xudo xolasa. Sog' salomat bo'lasizlar. Bugungi videoligimiz shu bilan o'z duoyisini etdik. Keyingi videolarda, keyingi efirlarda görüşünce hammani ishondan muvaffaqiyat tilaymiz. Safarda yurganlar oilalaringiz barina dolib toshib kelib, shuningdek kvartiralarni, joylarni sotib olib, to'ylarni qilib, mashinalarni minish nasib ro'za aylasin. Salomat bo'lasizlar.